Salom do'stlar, siz bilan men Notbek. Bugungi videoda men tashqarida yomg'ir yog'ayapti. Shuning uchun men bugun uyda o'tiraman. Desam yolg'on, men bugun baliq ovlashga bormoqchiman. Lekin yomg'irni tagida birorta daraxtning ostida baliq ovlayveraman. Shuning uchun men bugun baliq oviga yaqindagi birorta ko'lga bo'lsa ham boraveraman. Yoki daryo yoki bironta ko'lmak ham bo'laveradi. U yerda ham baliq yashaydi baribir. Shuning do'stlar aytgancha men agar sizning bironta Minecraftga qiziqadigan, lekin unda ko'p narsalarni bilmaydigan do'stingiz bo'lsa, o'shanga mening kanalimni tavsiya qiling. Keyingi videoim Minecraftni o'ynashni o'rgatish bo'ladi. Shu agar o'shanday o'ynashga qiziqib, lekin o'ynashga qiynaladiganlar do'stlaringiz bo'lsa, o'sha do'stlaringizga mening keyingi videoimni ko'rishni va kanalga obuna bo'lishni tavsiya qilib qolaman. Undoq bo'lsa, men hozir o'yinni boshlayman. Undoq bo'lsa, men sandiqdan qarmog'imni olaman va lava yana bir ikkita narsalar ham bor. Bularni sirli sandig'imga qo'yib qo'yishim kerak. Mana bularni ham yaqinda olgandim-da, oldinroq biroz vaqt. Mana bu oltinni ham olgandim. Bu temirlarimni ham. Ko'p narsamni oldim. Lekin do'stlar, men o'zimga birozgina nimani olib borsam, boltani olaman. Afsuski, yerda maxluq yoki nimadir chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun qilichni ham istisno tariqasida olib qo'yaman. Shuning uchun men agar nima qilishim mumkin, agar qarayman, shu atroflarda mana bizda o'z uyimizga yaqin bu joy. Yana mana shu yerdan baliq ovlaymiz desam, uyimizga juda yaqin, lekin shu yomon joyi hozir yomg'ir yog'yapti va keskin tushyapti. Qalay sizga olaymi? Javob bermadi negadir. Bilmasam, balki ishlar ko'pdir. Undoq bo'lsa, men hozir uxlashim kerak. Mana bu yertoqni ham tariqasida olgandim. Mayli. Xo'sh, endi olim janoblarning vaqtlari bordir. Salom janob jolim. Salom, qanday? Yaxshimisan? Notbek? Shunchaki baliq ovlashga ketyapman. Bo'pti, sog' bo'ling. Undoq bo'lsa, men mazza qilib yurib, mana shu yerga keldim. Men bu yerdan baliq ovlashim kerak. Bu yerdan baliq ovlaymiz. Nay. Do'stlar, men bitta baliq tutdim. Qalaysiz janob Jiter? Salom. Yaxshimisiz? Zo'r. Bo'lmasa, men bilan baliq ovlaysizmi? Ha? Sizda qarmog'ingiz yo'qmi? Yo'q. Bo'lmasa, ovlaymasangiz men beraman baliq. Jiter negadir ketib qoldi. Mana do'stlar, undoq bo'lsa, men yana mana bu yerdan qarmoq bilan baliq ovlayman. Ura! Nay. Jiter hali ham bu yerda ketdi. Men hayron qoldim. Hozir yana bitta baliq tutay, ketaman menga. Men o'zi ko'p baliq yemayman, lekin janob mer aytdilarki, hech bo'lmasa 2 dona baliq ovlab kelsang, senga pul beraman dedilar. Lekin janob merimiz afsuski o'zgardi desam, hozir vaqtinchalik yangi mer keldi. Shuni janob Smayler hozircha boshqa qishloqqa mer bo'lib turibdilar, chunki janob Smayler ta'tilga ketdilar. Adashib boshqa qishloqqa deb yuborma, chunki boshqa qishloqqa do'stlarini ko'rgani ketganlar. Undoq bo'lsa, men hozir janob Jitel merimiz bor. Qarayman, agar uyga bo'lsalar, baliqlarni o'sha shkiga beraman. Uyga bo'lmasalar, uyimda qo'yib qo'yaman. Keyin esa o'qishga beraman. Endi men uyimga bora qolay. Xo'sh, do'stlar, sizlarga hali hech kim, hatto janob merimiz ham bilmaydigan bir sirni ko'rsataman. U sirni ko'rganingizdan keyin siz uni hech kimga aytmasligingiz kerak. Tushundingizmi do'stlar? Aytib qo'ysangiz, meni kanalimdan bo'lmaysiz. Tushundingizmi? U sirni hali janob mer ham, hatto qo'shnim ham bilmaydi.
qarang, hozir o'zirini ko'rsataman sizga. Mana shu atrofda bo'lishi kerak o'zirim. Mana do'stlar, ko'zi qorindagi hech kim bilmaydigan uyim. Janob mer ham bilmaydi bu meni aytganimni. Mana sandiqqa hozir joylashtirish qo'yib qo'ydim. Shinamgina uycha. Agar uyimni solig'ini to'lash esimdan chiqib o'tgan safargidek bo'lmish bo'lib qolsam, janob mer ko'p yordam beradilar, to'g'ri, lekin ba'zi paytlar bu uy ham kerak bo'lib qoladi. Mana bu yerda esa bedrock qo'yib qo'yganman adashib. Buni haligacha sindirib olganimiz yo'q. Shuning uchun do'stlar, buni hech kim bilmaydi. Bu uyimni, shu uyimni agar shu uyda yaxshi, shinam va zo'r chiqqan degan odam like bossin. Bo'pti, sog' bo'ling do'stlarim. Boya aytgan reklamamni eshitmagan bo'lsangiz, yana aytib qo'yaman. Agar Minecraftni bilmaydigan biror bir do'stingiz yoki odamingiz bo'lsa, mening YouTube kanalimga keyingi videoyim Minecraftni o'rgatish bo'ladi. Bo'lmasa sog' bo'ling.